O'zbekistonda shov-shuv bo'layotgan o'sha eko tandir yoniga keldim. Endi novvoylarimiz g'o'zapaya, ko'mir, gaz yoqib o'zlarini qiynashlari shart emas, tandirni ichiga ham kirib chiqishmaydi. Bu juda ham qulay tandir ekan, hamda soatiga 3000 so'mdan taxminan 100 tacha non yopsa bo'ladi ekan. Bu juda ham ekonomik. Videoga like bosib kuzatib turasizlar, sizlar likelasizlar va mana shu kerakli narsa, juda ham kerakli narsa ko'proq odamga tarqaladi. Hozir mana shu tandir haqida sizlarga ma'lumotlarni beramiz. Bu qulaylik, afzallik juda ko'p ijtimoiy tarmoqlarda joyladik. Bu eko tandir shov-shuv sabab bo'ldi. Ya'ni ekonom tomon, bekarga eko demayapman, ekonom tomonidan zo'r. Bu 18 kilovat qizib olish jarayoni. Mana shu holatda gradus chiqdi, rasxotimiz yo'q. Taxminan 3 kilovat hisoblayapti. Undan ham ozdir balki. Biz shuning uchun buni sizni ham chaqirdik. Ko'rsin odamlar, har xil savollar tugasin. Hozir non yopib ko'rsatib beramiz, o'zingizlar ko'rasizlar. Demak, hozir 18 kilovat yozilgan. Bu bitta qizib olgandan keyin tok tortmaydi. Rasxot, mana rasxot yo'q. Mana shu yerda hozir rasxot yonyapti, o'chyapti. Shuni hisobiga 3 kilovatdan to'g'ri keladi. Shunaqa. Bu akalarimiz novvoy emas, lekin iloji boricha sizlarga chiroyli ko'rsatib berishga harakat qilishadi. Bu Andijon noni, vohada auditoriyamiz juda ham katta. Vohani katta nonlari ham yopilaveradimi? Hammasi. Bu non ta'lim somsa, bundan keyin video somsa yopib beramiz. Yangicha forma bu yopishimiz ko'pchilik bilmaydi. Beringlar. Narxini imkon qadar boshiga qo'yib qo'ysangiz mayli. O'zini vaqti bor. Minut ketdi hozir. Mana ko'rsin yana. Rasxotimiz bu gradusga chiqmagani uchun bu. 230 chiqib olsa rasxot yo'q. Buni pishganini qayerdan bilasiz? O'zi tashaydimi yoki buni? Yo'q, mana shu vaqt qo'ydik yana. Signal beradi. Svet o'chib qolgan taqdirda ham 3 marta non pishadi yana. Tomoni qoqilgan payt ochasiz. Bemalol ko'rib, bo'lmadi, meni yopib oling. Hech qanaqa bir nima bo'lmaydi. Nonimiz tayyor bo'ldi. Ko'rishinglar mumkin. Qaranglar nonlarni. Bismillahirrohmanirrohim. Va issiq. Demak, arzonlar ham oqib ketadimi deb muammo bo'lmaydi. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Mana shu ko'tarilishi bo'ladi. Biz uni sinab ko'rdik. O'zim qo'qonda Toshkentdan keldingiz hozir. Bu aka qayerdan kelgan? Namangan. 50 yildan oshiq stajim, mana bu, mana ko'p bilib ichida nama qolmaganda, hozirlar turganda experience chiqib ketib, qurib o'zini qilmoq. Demak, bu dastgoh zo'r pishirgan nonda, yaxshi pishirgan. Bunga ham setga lata qo'yiladi. Shunaqa qo'yiladi bunga ham. Bo'ldi, pishdi. Somsamiz tayyor, ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turgan somsamiz bu yerga 120 ta somsa chiqqan. Pish jarayoni o'zi aslida 200 ta sig'adi bemalol. 200 ta agar yopgan, to'liq yopganimizda issig'i yon atrofdagilarga berdi. Biz o'rtada issiq yo'ligi uchun juda bir xil turibdi. Somsamiz ham pishdi, mana 40 minut turdi. 40 minutda juda ham chiroyli bo'lib pishdi. Ichi ham zo'r.